Tak, bugungi temamiz dom. Xullas dom degani, misol uchun, dom o'zi programming interfeysi hisoblanadi hamda HTML dokument uchun buni node sifatida JavaScriptga ko'rsatib beradi. Endi bunaqa tushunib turadigan bo'lsam qiyin bo'lib ketadi. Xullas, dom degani JavaScript HTML ga kirib, ichidagi narsalarni o'zgartira olishini dom deydi. Document Object Model. Oldingi semestrda misol uchun hech bir bo'lsa, mana buni misol uchun rangini o'zgartirish uchun yoki razmerini qilish uchun mana bunaqa kirardikda, h1 bo'lib color red derdik, bu o'zgarardi. Ya'ni CSS bunga qo'shilyapti, interakt bo'lyapti. CSS bunga interakt bo'lib, buni razmerini, rangini, backgroundini o'zgartiryapti. Oldingi semestrda ishimiz. Endi xuddi mana shu ishlarni JavaScript bunga qo'shiladi, HTML ga elementni o'zgartirib beradi. Va JavaScript o'zgartirganda sal boshqacharoq bo'ladi. Mana shu narsani o'zi qisqa qilib aytganda dom deyiladi. Tak, endi hop, domga osonroq misollardan boshlaymiz. Mana bu rangi qizilni o'chirib tashlaymiz. Hop, birinchi qiladigan ishimiz domni qismlarga bo'lib olamiz. Misol uchun, birinchisi selection deylik. Selection degani tanlash degani. Hop, misol uchun mana h1 bor, p bor. Misol uchun aytaylik. First h1, first p, yoki mana yana bor, div bor, div bor aytaylik, to'g'rimi? Endi misol uchun aytaylik, mana bunda id bor, id aytaylik, main text deylik. Main text degan id'si bor. Ikkinchisida klassi bor. Misol uchun просто text degan klassi bor. Xo'p, keyingisida hop bo'ldi. Birinchi mana domni qismlarga bo'lamiz, qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchi selection deylik, tanlash. Ya'ni JavaScriptda turib HTMLdagi mana indeksdagi elementlarni tanlab olamiz, bu joyga olib kelib olamiz. Balkim o'zgartiramiz, balkim nimadirlar qilarmiz. U endi shunaqa, просто selection tanlash. Mana CSS da ham xuddi shu ish qilganmiz. Misol uchun, mana buni tanlamoqchi bo'lsak, h1 id'siga bundoq reshotka qo'yamizda, h1 ni tanlab oldik. Xuddi shunaqa tanlasa bo'ladi JavaScriptda, sal boshqacharoq. Xo'p, mana h1 bo'lsa, bundoq qilamiz. h1 da id bor, bundoq qilamiz. Const o'zgaruvchi ochamiz. Misol uchun aytaylik, header deylik. Document get element by id. Elementni id'si bo'yicha olib kelgin deymiz. Bu yoqqa qilamizda, bundoq qilib id'sini oti nima edi buni? id'sini oti mana bu narsa, main text. Buni yozamiz. Bam, bu yerga olib keladi bu yoqqa. Console log qilamiz. Header ichini ko'raman. Mana olib keldim, o'zgaruvchiga saqlab oldim. Ko'rasizmi? Mana selection, domni selection qismi. Hop, bitta inspect qilamiz, console'ni ko'raman, ko'rasizmi? JavaScriptda turibdi. Hop, get element by id, id'si bo'yicha olib keladi. Endi misol uchun men ikkinchisini olib kelmoqchiman. Ikkinchisida id yo'q deylik. Просто qo'ymaganmiz yoki qo'yish mumkin emas, shunaqa chiqib qolgan. Hop, buni qanaqa qilamiz? Buni bir qancha yo'li bor. Text deylik. Document get element mana by class name turib, bundoq turib, text qilsak, log qilamiz.
mana HTML collection ichida text. Mana list ichida olib keldi. List ichida elementlar indeks bo'yicha turadi, to'g'rimi? 0, 1, 2 deb. O'shancha. 0-chi indeksda mana p. Chunki list ichida olib kelgani sabab bordi. Mana uni o'qisanglar get elements. Element emasdi, bir element. Mana element degani birlikni bildiradi, element. Bu yerda elements dot. Agar o'sha 4 ta p bo'lsa, hammasini olib kelib beradi. Mana bu yerda get element, bir dona element olib kelib beradi. Bu anaqa bo'yicha. Elements, hamma elementlarni olib kelib beradi. Klassi bo'yicha mana class text. Mana class text. Xuddi CSS bilan bir xil, qiyin joyi yo'q. Faqat sal sintaksda boshqacharoq olib keldik mana. JavaScriptga olib kelib oldik mana o'zgaruvchilar ichiga. Mana bu idish ichida turibdi. Xo'p, endi yana bitta yo'li bor. Misol uchun universalniy yo'li. Buni ham olib kelamiz hozir. Tak, const deyman, yana header deyman, boshqa yo'li. Document query selector bilan olib kelsa ham bo'ladi. Faqat xuddi CSSdagi, misol uchun men birinchisini olib kelmoqchiman. Bunda id bo'lsa reshotka qo'yaman de. Main text deyman. Log header deyman. Ko'rasizlar, olib keldi. Query selector bilan olib kelsa ham bo'ladi. Faqat mana id bo'lsa reshotka, mana bu yerda reshotka qo'ymaymiz, chunki o'zi aytib turibdi, idsi bo'yicha olib kelamiz. Mana bu class bo'yicha olib kelamiz, nuqta qo'ymaymiz oldiga, chunki aytib turibmiz, class bo'yicha olib kelganda shundoq ham bilyapti o'zi. Mana bu yerda query selectorda bilmaydi. Bu yerda xohlasak class bilan olib kelamiz, xohlasak id bilan main text dedimda, reshotka qo'ydim, chunki mana bu id bo'lgani uchun. Endi class bo'lsa nuqta qo'yamiz. Va tekstni nima edi class text degan. Text bo'lsa mana p ni olib keldik. Ko'rasizlar. Xullas, bu domni bitta qismi deb olsak, mana shu hammasini bitta qismi deb olsak, anaqa qilaman. Dom selection. Mana shu hammasi dom, misol uchun bu yerda yana ko'proq misollar bor. Endi chuqurroq kirganinglar sari keyin qo'shib oldim. Asosiylar hozircha mana shu bilan ish hal qilib tursa bo'ladi. Bu selection degani tanlash degani. Domda first mana bu elementlarni tanlaymiz, JavaScriptga olib kelib o'zgaruvchiga saqlaymiz. Buni selection bo'limi deylik. Endi tak, selection bo'limi ketdi. Yana har xillar bor. Get element by class name, get element by id, query selector all bor edi. No mashlar bo'ladi. Mashlarni yodlab, eslab qolishingiz kerak. Bular juda muhim. Misol uchun men o'zim ishlatirganim, mana buni ko'p ishlataman. Query selector ham kerak bo'ladi. Query selector all degani bor. Hammasini tanlab oladi. Tak, lekinchi bitta narsa bor deb yo'qdi. Bu yerda bitta narsa bor. Misol uchun mana bunaqa deylik. Bu yerda bitta narsa bor. Xo'p, mana buni main deylik-da. Qarang. Mana buni ham main deylik-da, id ikkita bir xil beraylik. Mana bu yerda h2 deylik-da. Bir nima? id buni ham main desa. Endi qaranglar, bu h1 p ham bir nima. Tak, bu ketamiz. idsi bo'yicha olib kelganimiz mainni. Olib keladi, idsi bo'yicha main. Uchalasi ham main. Shunga bitta bossak, ko'rdinglar? Hammasini olib kelmaydi, chunki hammasi main-ku. O'zi bir xil o'ylashi mumkin. Hammasini olib keladi. Yo'q, faqat birinchi tepadan pastga o'qiydi, birinchi matchni olib keladi. Mana. Birinchi match first h1. Endi buni olib kelish uchun anaqa qilsa bo'ladi. Query selector all main qilsa node list. Hozir faqatcha o'tga id ku bu. Bunday qilsak mana uchalasini olib keladi. Query selector all. Shunaqa. Xullas, bu DOM selection tanlash degani. Keyingisi keyingisi mana bunaqa deymiz. DOM manipulating deylik.
manipulating degani domni o'zgartirish. Misol uchun mana bu narsa bor, h1 bor. Xo'p. Mana bu ichida tekstni o'zgartirmoqchi mana. Tekstni o'zgartirish uchun birinchi olib kelib olaman hozir. Bunday qilib. Bunday qilamiz. Xo'p, buni olib kelib olaman ID'si bo'yicha. Const birinchi anaqa selecting qilaman. Misol uchun h1 document get element by id id'si id'si main. Xo'p, main deyman-da. Endi qara, bu selection kiradi. Endi mana keyingisi, domni keyingi qismi manipulating o'zgartirish. Misol uchun h1 deyman-da. Text content teng hello. Ko'rdinglar? O'zgartiraman. Manipulating уже o'zgartirish boshladim. Selection tanlab oldim. Manipulating o'zgartirishni boshladim. Xohlasam, misol uchun aytaylik h1 lock qilaman. Ko'rish uchun. Mana h1 turibdi, id'si bor, main. Endi CSS tagida bitta klass ochib qo'yaman. Class deyman. Text deyman-da. Background color red. Font size 60 piksel deylik. Mana shu klassim bor. Bu klass bunga ta'sir qilmaydi. Sababi mana bu klass bunga ta'sir qilmaydi. Sababi ham h1 ga klass berganimiz yo'q. Agar mana bu klassni h1 ga bersam, bunday qilib klassdan textsam ta'sir qiladi. Klassni o'chirib tashlsam ta'sir qilmaydi. Aytaylik klass turibdi mana shu yerda. JavaScriptda turaman-da. Mana text content berdim. Buni tushunib oldinglar. Keyingisi h1 deyman-da. Mana shu h1 ga class list deyman. Add degani qo'shish degani. Add tak voygini text class list add text ko'rdinglar? Mana bunga class qo'shib qo'yadi. h1 ga class list klassiga kirib turib add text qo'shib qo'yadi. Bunga bu qo'shilgandan keyin mana o'zi klassi yo'q, lekin biz bu yoqda bunga qo'shib qo'ydik. h1 ga JavaScriptda turib qo'shib qo'ydikda. Qo'shishimiz bilan mana bu style CSS bunga ulangan-ku, to'g'rimi? Shuning uchun mana bu klass ranglar ta'sir qiladi. Hozirgi qilayotgan ishimiz DOM manipulatingga kiradi. Misol uchun mana bunday aytamiz. h1 tanlab oldik. h1 text ichidagi mana bo'ladi. h1 da klassi bu bo'ladi. Tak. Endi anaqa yana bitta narsa bor-da. Mana bunaqa qilsa bo'ladi qayerlar. ULC id beraman. UL deylik. UL ichida li bor. Misol uchun home deylik. UL bor, ichida li bor, home. To'g'rimi? Yoki boshqacha qilishim, mana endi bunaqa qilishimiz mumkin. Hozir birinchi, misol uchun biz qilgimiz kelayotgan narsa. Mana shu UL ichida bitta li har xil bo'lsin. Yo, 3 ta li bo'lsin deylik. Misol uchun mana UL ichida 3 ta li bo'lsin. Home about page mana qilamiz. Birinchi UL olib kelamiz. Mana bilan bekor o'chiraman-da. Mana bu kerak emas. Mana buni saqlab qo'yaman. Hozir oxirida kerak bo'ladi. Xo'p, bizda UL olib kelaman. Const deyman. UL deyman. Document get element by id deyman-da. UL deyman. Log UL. Xo'p, UL keldi. Ichida bitta li bor, to'g'rimi? Xo'p, text content ichidagi tekstni o'zgartiradi. Biz tekstni o'zgartiradi, class qo'shib beradi. Endi men qilmoqchi bo'lgan ish mana bu UL bo'lsa, ichida bir donagina
li emas, 3-4 ta li. Endi bunday qilib ul desamda, text content bir nima desam, bu to'g'ri kelmaydi. Nima etsa biz ichida ul ichida text bo'lsin deymiz. Bizga text kerak emas. Bizga mana ul bo'lsa, ichida yana elementlar bo'lsa, lilar bo'lsa, elementlar deymiz. O'shanga anaqa deymiz, qaranglar. ul inner html, ya'ni ul ni ichida html elementlar bo'ladi deymizda. Bunda tilda qo'yamiz. Anaqa tilda qo'yish kerak. Qo'yamizda. Tilda qo'yamizda. Keyin bunda li. Qo'yib tashlaymiz. Home, about, contact, misol uchun bo'ladi. Shunaqa deymiz. Ko'rasizlar? ul ichida home, about, contact lilar bo'ladi. Mana shu ul ichida. Xullas, mana text content ichiga text yozib beradi. Misol uchun h1 ichida text. Mana bu class list h1 ga klassiga kiradi, add qo'shish degani, qo'shadi. Mana shu klass qo'shib beradi. Mana shu qator degani xuddi biz ham yo'da mana bu h1 ga klass berib, nimadir beramiz-ku. Mana shu narsa o'sha bilan bir xil. Mana hozir biz klass qo'shdik-ku. Bu yerda mana xuddi mana shu elementga klassni JavaScript turib qo'shamiz. Xo'p, buni bu selection. Xo'p, mana bu ul ichida html bo'ladi deymiz. Inner html text emas, elementlar mana. 3 ta element. Qolisi ichida div deymiz. Mana to'g'ri yozish kerak faqat. Div deymiz. Div ichida img bo'lsa, to'g'ri qilsak, img bo'lsa, img ni source bo'lsa, qilib ketaveramiz xohlaganimizcha. Xullas, mana shu ichida inner html bo'ladi. Bu mana bu tema. Tak, inner html qildik. Xo'p, endi qarayman, DOM manipulating qildik. Selection mana ko'rasizlar, DOM bu yerda manipulyatsiya qilyapmiz. Ichiga narsa qo'shyapmiz, klass qo'shyapmiz, tekstni o'zgartiryapmiz. Endi hozir yana bitta narsa aytib ketaman. Mana bu qator bor-ku, class list add. Class list add degani mana shu klass qo'shib beradi degani. Misol uchun qarang, bitta misol ko'rsataman. Mana buni o'chirib tashlayman. Bitta elementim bor, div bor, uni klassi bor. Class container degan klassi bor. Va id'si bor. id'si comp degan id'si bor. Qarang, comp degan id'si bor, container degan klassi bor. Mana shu divni JavaScriptga olib kelib olaman. Document get element by id comp deyman. Log div keldi. Mabodo mana shunga klass qo'shmoqchi bo'lsam, bilasizlar, div classlist.add deymanda new deydi. Ko'rasizlar? Qo'shildi. Bu new yo'q edi mana. New yo'q bu yerda. Biz qo'shdik. Add qo'shish. Endi qarang. Mana buni qo'shdim, new mana. Endi mana bu klassni o'chirib tashlamoqchiman mana. Mana bunaqa deyman. Divga, ya'ni mana shu div to'g'ri mana olib turibdi. Idish ichida variables. Klassga kiraman. Dot remove deymanda. Remove olib tashlaydi. Container deyman. Ko'rasizlar? Klass o'chib ketib qoldi. Xullas, add qo'shish, remove o'chirish. Toggle bor. Toggle'ni sal keyinroq tushuntirib beraman. Toggle'ni keyin tushuntirib beraman. Tak. Endi mana bunaqa qilsa bo'ladi yana. Tak, bu tursin. Endi keyingi narsa. Misol uchun div emas, bunaqa deylik. H1 bo'lsa. Mana H1 turibdi bu yoqda. id'si bor. id'si head deyli. Mana qilsa bo'ladi keyin.
ish bor. Mayli. Hide qilamizda. Lock. Ish bor. Hop. Refresh beraverayman. Hop, ish bor. Mana qilsa bo'ladi. Tak, H1 ga kiramiz. Style ga kiramiz. Style qara H1 stilga kirib ketdi. Style deymanda. Misol uchun background color shu qilaman, red qilaman. Ko'rasizmi? JavaScriptda turib anaqa stilga kirib ketsa bo'ladi. Xuddi mana bu CSS o'zi. H1 style deymanda, background color red deyman. Hamma o'sha CSS da nima qila olsak, bunda ham shu ishni qila olamiz. Faqat sal boshqacharoq bo'ladi. Style deylik. Tak, border bor. Mana border deymizda black. Faqat 1 pixel solid black. Faqat sal boshqacharoq yoziladi bu yoqda. Pixel etamiz. Bu yerda border emas, anaqa deylik. Border width. Border width desa 5 piksel. Desak h1 style dot border block. Border color bor. Border color orange desa. Faqat solid yetishmayapti. Border style kerak bitta. H1 style border style solid. Ko'rdinglar? Endi bu anaqa kerak emas. Kerak endi juda ham anaqa shart emas bunaqa qilish. Misol uchun border stil bu 1 piksel solid red qilardik-ku, uchalasini buni bitta qatorda. Bu yerda bittadan aytib chiqyapman-da, bunaqa shart emas. Просто bir xilda, misol uchun bir qatorgina narsa bo'lsa, shuni qo'ysak bo'ladi. Ya'ni hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam JavaScriptda turib buni stiliga kirsa bo'lib, stiliga kirib turib o'zgartirsa bo'ladi. Misol uchun mana bu yoqda tekstni o'zgartirdik, klass qo'shdik, to'g'rimi? Keyin mana bu yoqda element ichiga elementlar qo'shdik. Mana bu narsa orqali element ichiga elementlar qo'shdik. Mana bu yoqda klass qo'shdik, toggle hali keyin aytaman. Mana bu yoqda sразу stil berib ketyapmiz. JavaScript turib stil berib ketyapmiz. Bunaqa qilsa ham bo'ladi. Plus bu manipulating, DOM manipulating. Oldingisi DOM selection edi. Shunaqa narsalar bor. Bularni iloji boricha eslab qolinglar. Men hozir eng muhimlarini aytyapman. Ya'ni ko'p ishlatiladiganlari. Ko'p ishlatilganlari mana shular. Bundan tashqari ham juda ham ko'p narsalar. Endi hammasini yodlab qolib bo'lmaydi. O'shanga taxminan qanaqa bo'lishini, eng muhimlarini bilsanglar bo'ldi. Bu DOM manipulating. Manipulating o'zgartirish. Selecting tanlash. Tak, endi keyingisi keladigan bo'lsak, endi DOMni keyingisi creating and removing deylik. Xullas, creating and removing degani buni paydo qilish va o'chirish. Misol uchun aytaylik. Div kerak. Hop, class count deylik. Count border solid height 5 ram 10 ram. Mana o'zi kichkina turgan bo'lsa kerak. Xullas, mana divim bor.
qani div. Mana shu div ichiga h1 ni qo'ymoqchiman. Yoki qanaqadir elementlar qo'ymoqchiman. Xo'p, creating and removing. Domni yana bitta qismi deylik. Paydo qilish va anaqa. Endi mana shu ichiga h1 qo'ymoqchi bo'lsam, bundoq kirardim-da, h1 deb yozardim. Mana ichida h1 bor. Div ichida. Endi mana shu h1 ni bu joydan emas, JavaScriptdan turib bu yoqqa qo'yaman. Aytishinglar mumkin, bizga bu nima kerak? Mana shu qo'yib qo'yganimiz 10 sonroq-ku deb. Lekin to'g'ri 10 son. Lekin bunaqa proyektlar qurganinglarda, misol uchun mashina sotib olmoqchiman. Mana bunaqa kart qurasizlar, mana bu H1 desa, H6 mi? Mashinalarni aytsak, misol uchun mana bunday yasasizlar qo'yib qo'yasizlar. Mana bu yerda millionta bor bunaqa kartlar. Hammasiga bitta qo'yib chiqa olmaysizlar. Dinamik bo'lmaydi. Misol uchun ko'rasizlar. Hozir chiqsin. Mana mashinalar. Hop, mana buni yasaysizlar 10 tasini, 20 tasini. Lekin bu yerda milliardta. Ko'rasizlar 25 ta. Bu bo'lsa, o'shaning uchun biz nima qilamiz? Bizga JavaScriptda yasash muhim elementlarni, chunki element olamizda, u ya'ni bir donasini yasaymizda, keyin hammasini JavaScript o'zi bu yoqqa qo'yib tashlaydi, sikl orqali. Sikl bilan. Misol uchun, siklni o'tdi sizlarga qaranglar, bunaqa qilamiz. Oldin bitta oddiysini qilaylik-da. Mana misol uchun, creatingni element yasamoqchiman. Uning uchun bunaqa qilaman. Const deyman. Misol uchun h1 yasamoqchiman. Document create element deyman. h1 deyman. h1 yasadi va buni ichiga saqlab qo'ydi. Tekshirish uchun log h1. Tak. Mana bu h1. Ko'rasizlar? Tak, h1 element yasadi, create qildi. Element ichida hech narsa yo'q. Ichiga text qo'yamiz. Bu manipulating. Create qildik. Endi oldinga tegamiz, manipulating. h1 text content birlama. Endi bunga class qo'shamiz. h1 classless.add misol uchun text. Mana ko'rasizlar, ekranda chiqmaydi, chunki mana bu yasagan elementimiz JavaScriptda turibdi. Buni bu yoqqa mana bu div ichiga qo'yishimiz kerak. Mana shu div ichiga solib qo'yishimiz kerak shu elementni. Tak, bu div ichiga solib qo'yish uchun mana bu divni olib kelib olamiz birinchi. Hop, class count, unga id ham count berib, mana shu div ichiga solish uchun divni olib kelamiz. Hop, uni olib kelish uchun const div document get element by id deymizda, count deymiz. Divni olib keldik. Endi h1 div append, hozir append child. Append bola qol. Biza mana bu h1. Biz yasagan h1 bola qol. Mana ko'rdinglar? Chiqdi. Element chiqdi. Xullas shunaqa yasab, mana qo'yaveramiz bu yoqqa. Xullas, mana bu creating element create. Element yasaymiz bu creating element orqali. Document create element h1. Agar bizga span kerak bo'lsa span, div kerak bo'lsa div. JavaScriptda turib yasaymiz elementlarni. Endi qaranglar, mana bu turibdi. Qarang, elementga kiraman. Mana div ichida mana h1 turibdi. Biza JavaScript turib yasagan h1imiz. Endi mana qilaman. Div deyman. Remove child. Ko'rdinglarmi? Remove child. Divga tomba. Div mana bu narsa.
mana bu narsa. Bu narsa mana bu o'zgaruvchi bu. O'zgaruvchining ichida document get by id count turibdi. Countimiz mana bu div bo'ladi. Mana shu div bunicha turibdi. Aytolma div nomi remove child. Bolani o'chirib tasha. Buni ichida h1 borda mana boshqatda. Kommentga qo'yaman. Tak hozir qayerdadir. Document. O'chirib tashladim. Mana qaranglar. Div ichida h1 bor, bolasi turibdi. Yasagan bo'lamiz. Endi bunga aytaman. Div remove child. Bolani o'chirib tasha. Mana ketdi. Refresh. Hozir. Div open. Remove child. Save qildim. Hozir bitta xato beryapti. H1 deydimi? Bo'ldi. Tak mana. Div bolani o'chirib tasha. Mana H1. Refresh beraman. Bo'ldi, ketdi. Xullas create yasash, remove child o'chirib tashlaydi. Misol uchun div ichida aytaylik, bu yoqda p bor, bu yoqda h2 bor, boshqatda. Mana bu p, mana bu h2. Endi anaqa qilamiz. Xo'p, men endi elementni ochaman. Div ichida p, h2, h1 bor. Mana bunaqa deyman. Div remove child. Xo'p, mana uchalasi turibdi. H2 ni o'chirib tasha deyman. H2 ni o'chirib tasha. Deyman-da. Faqat qaranglar, H2 ni o'chmaydi. Sababi mana bu H2 nimaligini bilmaydi. Misol uchun anaqa qilaman hozir. Mana shunda o'chirib tashlaydi. Komment qo'yib turing. Div ichida p bor, h2 bor. Mana shu h2 ni olib kelib olishim kerak. Misol uchun h2 ga id beraman. Text deyman-da, olib kelaman. Document get element by id text deyman-da. Mana bu h2 ni bu yoqqa qo'yaman. Yo'q bu yoqda. Xullas, mana qilamiz. Mana div ichida p bilan h2 bor. Men h2 ni o'chirmoqchiman-ku. Buni bankga hozir mana h2 desam bilmaydi u. Qaysi h2? Nima? Birinchi olib kelib olaman. Olib keldim-da, h2 ni bu yoqqa qo'ysam, remove child o'chiradi. Create yasaydi, remove o'chiradi. Bu o'sha create and removing temasi. Manipulating ga o'tdik, selection ga o'tdik, create, remove. Xullas, remove o'chiradi, create qiladi. Mana bu bo'lsa div append o'ziga bola qoladi. Mana yangi element yasaymiz-ku, mana bu yangi element yasasak, div append elementni otini yozsak, o'zini ichiga qo'shib qo'yadi. Keyin adashmasam, mana bunaqa narsalar ham bor edi. Insert mana. Insert before. Bu ham ichiga qo'shadi. Bular xos kerak emas, sizlarga adashtirib yubormang. Narsalar ko'p bu yoqda. Narsalar ko'p. Endi-chi hozir bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Hop, siklni o'tganmiz. Tak, nima qilamiz? Mana bu ichida bitta kart bo'lsin-da. Div emas. Nima deymiz? Mayli, div bo'lsin. Mana bu bor-ku. Mana bu main bo'lsin-da. Mana bu section bo'lsin. Ichida p bo'lsin. Misol uchun aytaylik. Cap bo'lsin. H1 deylik.
H2 dollar 150 deylik. Hop, men mainga hozir shuni stil berib oling. Kontga, bu kont emasdi. Mainga ID beraylik. Main menga ID section. Hop, stilga kiramiz. Mainga border solid deymiz. Sectionga border solid red deymiz. Hop, endi mana sectionda ikkita uchta bo'lsa, mainga display flex deymiz. Gap 10 pixel deymiz. Menga width 100 pixel deymiz. 100 pixel deymiz. Padding 10 pixel deymiz. Text align center deymiz. Flex wrap. Endi aytaylik. Mount'da turtle. Xullas bu zoomagazin deylik. Bu короче zoomagazin deylik. Mount'da mana tasavvur qiling, mana qiyin kart, oddiy emas mana misol uchun. Xullas mana bunaqa yasaganmiz-ku. Mana shunaqa qiyin kart deylik. Mana shunaqa qiyin kart yasashimiz kerak. Mana bu esingizda bo'lsa, mana bu div ochiladi. Div ichida img, mana bularda divlar, to'g'rimi? Bu bir donasini o'ziga bir kamida 20 qator kod kerak. Keyin tasavvur qiling, mana shunaqada mana bulardan 100 ta bor, 1000 ta bor. 1000 qator, har bittasiga 20 qator koddan bo'lganda ham mana to'l toshib ketib qoladi. Biz nima qilamiz? Mana shu tasavvur qiling, mana shu har bittasi shunaqa kart deylik. Bunichi biz nima qilamiz? Mana bilan o'chiraman. Hozircha bittasi turib tursin. JavaScriptga kiraman-da, list ichiga yozaman. Animals deyman. Bu list nima berganman? List ichida obyekt ochsa bo'ladi. Qayma, list ichida 3 ta obyektim bor. Birinchi obyektga ketaman. Obyekt esingizda key value pair. Agar eslanib chiqqan bo'lsa, eski videolarni ko'rib olinglar. Misol uchun aytaman, botga name deyman. Birinchisi cat bo'lsin. Keyin price deyman. 50 bo'lsin. Ikkinchisiga name deyman. Dog bo'lsin. Price deyman. 100 bo'lsin. Keyin name deyman. Turtle bo'lsin. Price deyman. $15 bo'lsin. Hop, turtle tosh faqat name deyman. Price deyman. $7. Hop. Bizani zoomagazinimiz bor. 4 tagina nima edi? Hayvon xalqlari qarab bor. Hayvonlar bor. 1 2 3 4. Array ichida 4 ta obyekt ochdim, qisqasi. Har bitta obyektda ikkitadan kalit bor. Name, kalit, value, key, value. Eslanib chiqqan bo'lsa ko'rib chiqinglar boshqatdan. Shunaqa qilsa bo'ladi. Endi qarang, nima qilaman? Endi mana bunaqa qilaman. Mana o'chirib turaman. O'chirib tashladim. Kartlarni o'chirib tashladim. Ana HTMLda hech balo yo'q. Bitta nima turibdi. Mashina ichiga o'sha hayvonlarni qo'yib yuborishim kerak. Mashina ichiga 4 ta hayvonni. JavaScriptda turib. Tak, uning uchun nima qilaman? Main id'si bo'yicha olib kelaman. Const main deylik. Document get element by id main deyman. Olib kelaman mainni. Xolos, main comp deyman. Olib kelaman-da. Tak, buni olib keldim. Endi mana bularni, mana shularni buni ichiga qo'yib yuborishim kerak. Bu mana main element. Mana shu ichiga
boya turuvdi-ku bu yoqda bunaqa bo'lib. Bunaqa bo'lib turuvdi-yu. Mana shunaqa qo'yib yuborishim kerak. Xo'p, endi qaranglar. Endi bunaqa qo'yish uchun menga JavaScriptda section kerak, h1 kerak, h2 kerak. Buning uchun bu yoqqa kiraman-da. Bu joyga kirib turib, section ochib olaman. Section ochaman. Const deyman. Section deyman. Document. Create element. Create element yasaydi. Section deyman. Mana bu yerda div olib keldi. Mana bu yerda section ochdim. Endi sectionning ichida nima kerak menga? h1 bilan h2 kerak. Hop, bunaqa deyman. Section inner text desam, section ichida text bo'ladi. Menga text kerak emas. Menga sectionning ichida h1 bilan h2 kerak, elementlar kerak. Demak, mana bu inner html bo'ladi. Tilde, mana bu tilde. Nima qilaman-da? h1 bilan h2 bo'lsin. Doston. h1 bilan h2 bo'lsin. Deyman. Qo'y section ochdim. Sectionning ichida h1 bilan h2 bo'lsin deyman. Endi mana bu kelib turgan joyga narxi, mana birinchisini qo'yib yuborishim kerak. Tak, birinchisini qo'ysam, mana qilaman. Animals bu array. Nima qilaman-da? F-string qilib turib, animals bu list. List ichida 4 ta narsa bor. 1 2 3 4. 4 ta narsa bor. Xo'p, men birinchi narsa 0-indeksda turibdi. Bunda 0 qilaman. Buni tanladi. Bu obyekt. Obyekt ichiga tochka bilan kiraman. Tochka name deyman. Ket chiqadi. Endi mana price o'rniga, 150 o'rniga xuddi bunday olaman-da, copy qilaman. Slice qilaman, faqat name emasda. Bu price bo'ladi. Mana men kiradi. Endi section ochdim. Ichida elementlar bor. Endi mana main idish ichiga mana qilaman. main dot append main count dot append bola qol. O'zimga bola qol ma'mur section desam, mana qo'ldan chiqib keldi. Bittasi chiqib keldi. Endi keyingisini yasayman. Xuddi shuni xuddi mana buni copy qilaman-da. Pasrog'iga slice qilaman. Comment bilan bo'lib tashlaydi. Xo'p. Section ochaman. Section ichida h1 bilan h2 bo'ladi. Faqat enable 0 emasda, mana ma'lum emasda. Bunisini tanlayman. O'tga 1. Qilaman. Faqat main count xos. Section 2 deylik. 2. Mana ikkita bir xil nom berish mumkin emas. Bu section 2. Mana ikkinchisi ham chiqdi. Indeksda hozir mana indeksni o'chirib tashlayman. Ko'rasizlar, mana indeks mana shunaqa holatda hech balo yo'q bu yoqda. Bitta main degan narsa bor. Mana bu 200 qator, bir nimalar yo'q. 20 qatordan mana bunaqa kartlar yo'q. Hammasi mana bu shunaqa turadi. JavaScriptda yasab ichiga qo'yamiz. Endi aytishinglar mumkin. Mana buni yasaq, mana bu hamma yo'q. Misol uchun 2 donasini yasadik. Mana bu rosa ko'p bo'lsa-chi 100 talab. Har bittasi adashib ketadi. Buni qilish yaxshiroq yo'li bor. Mana qilamiz, qayerda. Mashina o'chirib tashlayman. Videoda keyinroq orqaga qaytib ko'rib solishtirasizlar. O'chirib tashlayman. Mana buni hozir bunday qilib turaylik-da. Qaranglar, mana qilaman. Mana buni sikl bilan aylanamiz. Sikl mana qilamiz. For let I off animals deyman-da. Bunday qilaman. Endi I ichida nima borligini ko'ramiz. Oldingi videoda bor log I qilaman.
I ichida har bittasi bor. Birinchi sikl bu, ikkinchi sikl bu, uchinchi sikl bu, to'rtinchi sikl bu. I ichida har bittasi bor. Endi mana shuni I demaydi, animal dey. Hozir. Mana animals ko'pli ma'noda, animal birli ma'noda. Har bitta hayvon bor. Mana ko'rasizlarmi hayvonlar? Endi qaylar? Mana sikl boshlandi. Sikl bizda 4 marta ishlaydi. 1, 2, 3, chunki 4 ta aytdim buni ichida. Endi birinchi sikl bizaga sectionni yasaydi. Sectionni ichiga buni tiqadi va buni append qiladi. Xo'p, endi animal deymiz. Animal dot name, animal dot price. Sek, ko'rasizlarmi? Mana shuni o'zi. Agar mabodo bizda aytaylik 100 talab hayvon bo'lsa, mana ko'rasizlar, mana 100 talab hayvon bor. O'zi yasab tashlayveradi. Ko'rasizlar? Har bittasi mana bu OLX-dagi. Mana bu bitta, mana bu. Boshqa hammasini buni bittalab yasab o'tirmaymiz-da. Bitta mana shuni yasaymiz. Qolganini o'zi yasab beradi. Millionta bo'lsa ham mana ko'rasizlar? Mana indeksga kiraman, ko'rasizlar, hech balo yo'q. Mana bitta sikl qildim, o'zi yasab beradi. Xo'p, endi boshqatdan tushuntirib beraman. Mana bu sikl. Sikl birinchi marta ishlayapti. Birinchisi mana bu list ichida nechta narsa bo'lsa, o'shancha marta ishlaydi. Misol uchun, biz buni ichida aytaylik bir 10 ta narsa bor. Demak, mana bu sikl 10 marta ishlaydi. Xo'p, aytaylik mana JavaScript boshladi. Birinchi marta ishga tushdi. Birinchi marta mana animal, mana bu animal. Mana bu birinchisi. Endi birinchisini oldi. Birinchi sikl boshlandi. Element yasadi. Bittagina section yasadi. Section ichiga ikkita element qo'ydi. Mana animal deganim birinchisi. Bu obyekt. Mana birinchisi bu obyekt. Name bor, price bor. Obyektga tochka bilan kiriladi. Animal.name shu, animal.price narxi. Va yasadi buni main count, mana bu eng katta, mana bu to'rtburchak korobkamiz idishimiz. Ichiga soldi. Bo'ldi. Ichiga soldida main contentga append qildi section. Birinchisi ham paydo bo'ladi. Keyin tugadi bu. Ikkinchi sikl boshlandi. Animal endi ikkinchi siklda mana bunisi. Mana bu dog kuchu. Ikkinchi siklda mana bu animal dog. Mana endi yana boshqatdan ishlaydi bu. Mana bu narsa yana boshqatdan ishlaydi. Boshqatdan section ochadi. Boshqatdan echkilarni qo'ydi. Animal mana bu dog'i ism price qo'yadi. Katta divga bola qilib qo'yadi. Mana ikkinchisi chiqadi. Keyin uchinchi sikl boshlanadi. Uchinchi sikl mana bu turtle. Xuddi shu ish qiladi, qo'yib qo'yadi. Keyin to'rtinchi sikl. Yana shunaqa. Qaytarilaveradi. Bo'ldi, o'zi yasab beradi. Biz bitta aniq yasab qo'ydik. O'zi keyin yasab beraveradi. Men hozir oddiyroq narsa yasadim, vaqt ketkazmaslik uchun. Qiyinroq nimadirlar bo'lsa ham farqi yo'q. Xohlagan narsalarni yasab beraveradi. Xullas, creating, removing, mana bu creating, removing ana qilmadik o'sha. Endi keyingi narsani aytib berishim kerak. Endi event listenerlar. Xo'p, endi bu videoni dom sal qiyinroq tushaman. Bittada ko'rish shart emas, sekin bo'lib o'rgansanglar bo'ladi. Tak, endi keyingi narsa. Tak. Dom eventlar.
dom events. Misol uchun aytaylik h1 bor. Mana bitta button bor. Click me. Buttonga id beraman, btm beraman. Endi eventlar tag. Endi mana buni bosganimda mana bitta salom degan yozuv chiqishi kerak ekranda. Xo'p, mana bunaqa qilamiz. Bosganimda demak bizga mana bu button kerak. Buttonni olib kelamiz. Buttonni olib kelish uchun idsi btm. Cross deyman, btm deyman. Document get element by id log'laman. btm deyman. Endi mana button bosganimda salom degan yozuv chiqsin. btm id va listener knopkaga tadbir event qo'shyapman. Xo'p, eventni oti mana bu event otini yozaman. Click bosganimda, ya'ni click. Mana bu boshqa bor. Double click bor. 2 marta bosganimda. Mana bunaqa kirish uchun aytaylik. Mana bittada o'xshamaydi, mana 2 marta bosishim kerak. Masalan, double click 2 marta bosganimda. Click 1 marta bosganimda. Xullas, click knopkani ustiga, knopkaga tadbir qo'shyapman. Event bosganimda mana bu funksiyaning sintaksi. Strelkali funksiyalar esdan chiqmagan bo'lishi kerak. Mana bu funksiya. Bosganimda ustiga mana bu funksiya ishga tushadi. Avtomatik mana shu funksiyani chaqiradi u. Tushunasizlar? Avtomatik. Buni bosamiz-da. Xo'p, nima qilaman? Hello deyman. Bosaman, ko'rasizlar? Hello. Tadbir dom event temanot. Endi double click qilaylik. Bittada ishlamaydi. Ikkitadan ishlaydi. Mana buni sal noto'g'ri yozib qo'ydim shekilli. Double click. Double less bo'ladi. Double mana shunaqa qilib adashmasam. Mana 2 marta bosganman. Double click. Agar click bo'lsa 1 marta. Keyin har xili bor. Misol uchun aytaylik, key down bor. Key down degani sizlarga hozir ko'rinmaydi, eshitilmaydi, no klaviaturani bosganimda. Key down. Klaviaturani bosganimda funksiya ishlashi kerak edi. Nega ishlamadi? Hozir manfi kelib. Yo'q, key down deganimda hop juda key up deylik. Hozir bu sal boshqa boshlaydi bu yer. On key down. Hozir unda qildik-chi. Key down deylik. Event tushsinchi. Hozir. Log event. Şeydi. Hostima drop qoldi. Ishlatdi. Xullas BTL advan listenerga ishladi. Faqatchi men sal noto'g'riroq qildim-da. Knopkaga qo'yapman-ku. Mana bu knopkaga fokus qilganimdan keyin bo'ladi-da. Hozir sal noto'g'ri qilib qo'ydim, sharz qilmang. Xullas, key down degani knopkani bosganimda bosib turaman-ku o'shanda. Key up degani bosib qo'yib yuborganimda. Key press bor. Har xil eventlar bor. Faqat bunichi men hozir noto'g'ri qo'lladim. Sal boshqaroq holatlarda qo'llaniladi. Keyin eventlar bor. Misol uchun
aytaylik, qarang, bitta zadaniyani mana buni bosganimizda mana buni rangi o'zgarib qolsin. Misol uchun aytaylik. Xo'p, uni qilish uchun undaq qilamiz. Klik qilamiz. Knopkani bosganda bunda rangi o'zgarib qolsin. Mana shu elementni olib kelib olamiz keyin. H1 id text deylik. Tak. Knopkani bosganimda mana bu funksiya ishga tushadi. Funksiya ishga tushadi. Mana shu elementni olib kelamiz. Const h1 deyman. Document get element by id h1. Mana text h1 style color red h1 style font size 50 piksel deylik. Qaranglar, bosganimda mana bu knopkani bosganimda h1 olib keladi, stilini, rangini o'zgartiradi, font size'ini kattaroq qiladi. Bossam, ko'rasizlar. Har xil ideyaga qarab qilaversa bo'ladi. Endi mouse over degan event bor. Mouse over. Eventlar juda ham ko'p. Buni internetlarga qarab olasizlar. Qanaqa eventlar bor? Mouse over. Qani, ko'rasizlar. Mouse over degani mishkani olib kelganimda, mana bu buttonda ustiga, mana bu button ustiga mishkani olib kelsam, H1 ni stilini o'zgartirib qo'yadi. Hech narsani bosmay, prosta mishkani boshqatda. Mishkani olib kelsam, H1 ko'rasizlarmi, o'zgarib qoldi. Endi mishkani olib ketsam, endi joyiga qaytmaydi. Bo'ldi, qotib qoldi. Endi anaqa qilamiz. Qarang. Mana font size turaversin-da. Faqat rangi o'zgarsa, qarang, mishkani mana button ustiga olib kelsam, rangi o'zgaradi. Olib ketsam, o'zgarmaydi. Endi buttonga yana bitta tadbir qo'yamiz. Mouse over mishkani ustiga olib kelganda, keyin anaqa bor. Mouse out bor. Black qo'yamiz. Hozir ishlatdim. Ko'rasizlarmi, joyiga qaytdi. Xullas, mouse over mishkani olib kelganimda rangi qizil bo'ladi. Buttonga yana bitta event qo'shdik. Xohlagancha qo'shaveramiz. Mouse out ustidan mishkani olib ketganimda rangi yana qora bo'lib qoladi. Mana olib kelsam qizil, olib ketsam qora, olib ketsam qizil, olib ketsam qora. Agar ham o'chirib tashlsam, olib kelsam qizil bo'lishi bilan qotdi. Xullas, bu dom eventlar. Yoki mana bunaqa event bor. Yana bitta event bor. Otini input qo'yaylik. Mana bu inputni mashina sal kattaroq qilaylik. Xo'p, mana bu input bor. Mana bu yozgan narsami? Xo'p, keyingisi mana bu button deylik. Button set. Kimgadir xat yozaman. Bosganda o'sha odamga yuborishim kerak. Endi qaylar? Mana xat yozdim. Bosganimda mana shu yozgan narsamni xatgadir yuborishim kerak. Buning uchun mana buttonga ID beraman. Mana bitta inputga ham ID beraman. Input. Xo'p, demak, bosganimda ichli narsani yuboraman. Anaqa deymiz endi. Bosganimda bo'lgani uchun mana shu knopka kerak menga. Const deyman. Button deyman. Document get element by id. Get element by id. Button deyman. btn deyman. Lock button tekshirib olaman. Mana bunda diqqatdan bo'ldi. Xullas, mana buttonim bor. Buttonni olib keldim. Buttonga tadbir qo'shaman. Button add event listener deyman. Klik deyman. Klik deyman. Buttonni bosganimda funksiya ishga tushadi.
funksiya ishga tushadida, mana bu yozgan narsamni kimgadir yuborishim kerak. Endi mana shu yozgan narsamni yuborishdan oldin mana shu yozgan narsamni olib olishim kerak. Bu narsa mana turibdi. Buni kimgadir yuborish uchun bu narsani olib olishim kerak. Hop, mana shu yozganimni olishim uchun menga bu yozgan narsam mana bu input ichida turibdi. Mana bu ichida turibdi. Inputni olib kelib olaman. Inputni id'si input. Unaqa deyman. Const input deyman. Document get id input deyman. Input block deyman. Input. Bosganimda input chiqadi. Hop. Knopkani bosganimda inputni olib kelib oldim. Endi qaylarni qilaman. Input ichida .value deb yozsam, men yozgan narsani olib olaman. Mana inputni valuesi bor ichida. Hozir qarang, yozaman-ku. Ko'rdingizmi? Yozgan narsam bu yerda chiqadi. Mana bu yerda chiqadi. Chunki mana input ichida o'zini narsasi bor, value degan. Ichiga kiramiz. Input obyekt bo'lsa, tochka bilan kirdik, value. Mana shu narsaga kirsak, biz yozgan narsamizni beradi. Bosganimda mana bu klik funksiya ishga tushadi, mana bu funksiya ishga tushadi. Keyin inputni olib kelamiz. Mana bu input ham to'rt burchakni olib kelamiz. Ichidagi yozganimizni olish uchun .value deymiz. Bo'ldi. Keyin yuborsak bo'laveradi xohlagan joyimizga. Misol uchun log deymiz. Xabar ketdi deymizda. Mana qo'yamizda. Input misol uchun mana yozdim. Pastga e'tibor berib turinglar. Yozdim, misol uchun. Salom, qalaysan deb yozdim. Mana bittasini chiqsam, xabar ketdi. Salom, qalaysan. Endi kimga ketadi, qanaqa ketadi, u keyinchalik. Lekin mana eventlarni, dom eventlarni o'tdik. Click, double click, keyin key down, mouse over, mouse out, keyin change. Xullas har xili bor. Uni internetdan yana ko'rib, o'rganib boraverasizlar. Hozir ozgina cho'zilib ketib qoladi. Xo'p. Ish qilib dom bo'yicha xullas ko'p narsa element ochishi, tanlashi, o'zgartirishi, event qo'shishi, bundan tashqari hali juda ko'p narsalar bor. Mana shularni o'rganib, yodlab, proyektni qurib ko'rsanglar, mana shu hozircha yetish kerak sizlarga. Xullas shunaqa.